Uyda yolg'iz kinosining bosh qahramoni Kevin McAllisterni quyidagi gaplari meni Amerikaga kelishimga sababchi bo'lgan. Mening oilam Floridada, men esa Nyu-Yorkda. My family's in Florida. I'm in New York. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkning markazidagi Rockefeller Plazaga xush kelibsizlar. Bugungi video orqali men sizlarga Uyda yolg'iz kinosini New Yorkda qaysi lokatsiyalarda olingan bo'lsa, o'shalarni hammasini ko'rsatib berib, aynan mana shu lokatsiyalarni tarixiy faktlarini aytib berishga harakat qilaman. Va agarda uxlab qolmasdan ushbu videoni oxirigacha ko'rsanglar, shu narsani bilib olasizlarki, nima uchun ushbu kinoning rejissyori New York shahar hokimiyatidan kino syomka uchun ruxsat olayotganda bu ruxsat olishda qiynalgan va u bittagina gapni aytganki, hokimiyat o'sha gapdan keyin unga ruxsatni bergan. Qolaversa qanaqa kino yolg'onlar ishlatilgan bu yerda. Qay tarzda hozirgi AQSh prezidenti Donald Trump bu kinoni syomkasini to'xtatib qo'yishiga sal qolgan. Va ushbu kino qay tarzda meni hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirib borgan. Mana shu kinoning bosh qahramoni Macaulay Culkin bilan men ko'rishganimda qanaqa undan hayotiy saboq olganman va eng asosiysi, aynan mana shu kino aktyor qay tarzda meni obro'yimni sinfdoshlarim o'rtasida ko'tarib bergan. Ularni hammasini bilmoqchimisiz? Demak, like-ni hozirdan bosib qo'ying va ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Kevin McAllisterni New Yorkdagi barcha sarguzashtlari men turgan joydan boshlangan edi. Ya'ni Radio City Music Hall. New Yorkka yangi yildan oldin kelgan mehmonlar hamisha mana shu joyga, aynan men turgan joyga kelib rasmga tushishga harakat qilishadi. Xuddi Kevinga o'xshab. Bu albatta yaxshi. Siz ham kelgan paytingizda albatta shu yerda rasmga tushing va shu narsani unutmangki, Radio City Music Hall uyda yolg'iz kinosi orqali mashhur bo'lmagan. Chunki bu joy nihoyatda katta tarixga ega. 1932-yilda bu konsert plashchatkasi qurilgan edi va uning ichiga 6000 ta odam sig'adi. Bu yerda nihoyatda katta sahna bor. Bu yerdagi sahna futbol maydoni bilan bir xil hisoblanadi. Kevinning qo'rquvlari men turgan joydan boshlangan, ya'ni markaziy parkdan. Mana shu ko'prikning tagida kaptarchi ayol bilan birinchi uchrashuvni eslashimiz mumkin. Bilasizlarmi, o'sha paytda mana shu sahnada 300 dan ortiq kaptarlar ishtirok etgan edi. U oddiy hali ko'chadan tutilgan kaptar emas edi. Ular o'rgatilgan kaptarlar edi va professional odamni taklif qilishgan. U kamerani orqasida turib, kaptarlarning uchishini nazorat qilgan edi. Aslida butun dunyodan turistlar mana shu markaziy parkka kelgan paytda birinchi bo'lib mana shu joyga kelishadi, bu ko'prikni tomosha qilish uchun. Axir Uyda yolg'iz kinosida bu ko'prikni ko'rishgan-ku. Lekin bitta narsani unutib qo'yishadi. Bu ko'prikdan tashqari markaziy park o'zi nihoyatda tarixiy va juda qiziqarli joy. Uni tarixi shundan iboratki, 19-asrda Nyu-Yorkliklar Yevropaga borib aylanib yurishgan paytda ko'rishgan qanaqa go'zal parklar Fransiyada bor, ya'ni Versal parklari. Qanaqangi chiroyli parklar Londonda bor, Hyde Park, va savol berishgan, nima uchun hali ham Nyu-Yorkda bunaqasi yo'q? Hokimiyatga taklif bilan chiqishgan va hokimiyat mana shu hududni ajratgan edi. Qo'rqinchlik tomoni shundan iboratki, bu voqeani bu yerda parkdan oldin juda ham katta qabriston bo'lgan. 1000 dan ortiq qabrlar olib tashlangan va sunniy tarzda mana shu park qurilgan edi. Aynan agarda Uyda yolg'iz kinosiga qaytadigan bo'lsak, kinoning eng dramatik nuqtalari mana shu yerda olingan. Ayniqsa Kevinni kaptarchi ayol bilan suhbati dramaga to'la edi. O'sha suhbatlarni eshitib, xayolimga 3 narsani keltirdim. Yolg'izlik, umid va o'tmish. Ko'pchilik Plaza mehmonxonasi Uyda yolg'iz kinosi chiqqanligi uchun juda mashhur bo'lib ketgan deb o'ylashadi. Aslida bunday emas. Chunki agarda kino 1992-yilda olingan bo'lsa, undan oldin mana shu mehmonxonada katta shahardagi sarguzashtlar, Dandy timsog'i kinolar ham olingan edi. Uyda yolg'iz kinosi olinayotgan paytda bu mehmonxonaning xo'jayini hozirgi AQSh prezidenti Donald Trump bo'lgan. O'sha paytda Kevin bu mehmonxonani eng qimmat xonasida bo'lgan va bu xonaga to'lanadigan pulga bemalol uy sotib olsa bo'ladi. Chunki 1992-yilda aynan o'sha xonada bir kun yashash uchun $4000 to'lash kerak edi. Hozirgi kunda
bu xonada bir kun yashamoqchi bo'lsangiz, $10,000 to'lashingiz shart. Kevin McAllisterni Plaza mehmonxonasidagi sarguzashtlari mana shu yerdan boshlangan. Lyustrani ko'ryapsizlarmi? O'sha paytda Kevin bu lyustrani ko'rgan, hayron qolgan va o'ng tomonga qarab o'tib ketgan. Chap tomonga burilib, o'sha paytdagi Plaza mehmonxonasini rahbari, xo'jayini va qolaversa hozirgi AQSh prezidenti Donald Trampni shu yerda uchratib qolgan. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Bu kinoga tayyorgarlik jarayonida rejissyor aytgan Trampga hamma gilamlar olinsin, chunki Kevinni sirpanib yuradigan epizodi bor, shuning uchun ham hamma gilamlar olinsin. Hamma gilamlar olingandan keyin Tramp qarasa bu yerda juda ham chiroyli plitka bor ekan. Shundan keyin Donald Tramp buyruq chiqargan. Plaza mehmonxonasini resepsiyonida hech qanaqa gilam bo'lmasligi kerak. Mana shunday chiroyli plitkani hozirgacha biz maza qilib mana tomosha qilyapmiz. Aytgancha, Plazada hamma olingan epizodlar real bo'lgan. Bitta kino yolg'on bo'lgan xolos. Esingizda bo'lsa, Kevin basseynga borib cho'milgan. Bu yerda esa hech qachon basseyn bo'lmagan. Chunki Plaza 1907-yilda qurilgan. U paytda bu yerda basseynlar bo'lmagan va basseyn bilan bog'liq bo'lgan epizod Chicagoning Four Seasons mehmonxonasida olingan. Qolgan hamma epizodlar aynan shu yerda olingan. Walman Ring, New Yorkning eng mashhur kadoklardan biri. Aynan shu yerda Uyda yolg'iz kinosidagi ikkita jinoyatchi, Marv va Gary, Duncan nomidagi o'yinchoqlar do'koniga o'g'irlikka tushish rejasini mana shu yerda muhokama qilishgan. Navbatdagi kino yolg'on. Duncan nomidagi o'yinchoqlar do'koni New Yorkda bo'lmagan. O'zi aslida bunaqa do'kon bor, chunki rejissyor New Yorkda shunaqa bir mashhur o'yinchoqlar do'koni bor, Schwartz degan. Aynan o'tdan g'oyani olgan. Lekin bunaqa biz ko'rgan kinodagi ko'rinishdagi do'kon bo'lmagan. Nima uchun unga Duncan deb qo'yishgan? Chunki ushbu kinoni prodyuserining familiyasi Duncan bo'lgan. Endi unga hurmat saqlagan holda. Aslida biz kinoda ko'rib turgan Duncan nomidagi o'yinchoqlar do'koni Chicagoda olingan edi. Chicagoda teatr bor. Aynan o'sha teatrning ichida olishgan va teatrda ham tashqarisini, ham ichkarisini o'zgartirib, u yerda dekoratsiyalar qurishgan. Savol tug'iladi. O'sha Schwartz magaziniga borib, o'sha yerda ham kinoni olsa bo'ladi-ku? Yo'q. Kinoda bu jarayon juda ham qiyin. Birinchidan svetni to'g'ri qo'yish kerak. Ikkinchidan ba'zi bir dekoratsiyalarni boshqatdan o'rnatish kerak. Qolaversa, patologlar nihoyatda past edi. Ularni ko'tarish kerak edi. Shuning uchun ham aynan kinoni haqiqiy magazinda emas, balkim atayin yasashgan. Mana shu kino uchun maxsus dekoratsiyani Chicagodagi teatrda. Kaptarchi ayol Kevinni mana shu yerga Carnegie Hallning tomiga taklif qiladi va u yerda ular ikkalasi issiq shokolad ichib konsert tomosha qilishadi. Bilasizlarmi, u qanaqa konsert bo'ladi? Oddiy konsert emas, balkim mashhur kompozitor John Williamsning konserti bo'ladi. Dirijorlikda John Williamsning o'zi bo'ladi. Qiziqarli fakt shundan iboratki, aynan John Williams Uyda yolg'iz kinosi uchun barcha qo'shiqlarni bastalagan edi va Kevin hamda kaptarchi ayol eshitib turgan ashulalar kino uchun maxsus yozilgan qo'shiqlar edi. Va New York kelgan paytlarda mana shu Carnegie Hallni tomosha qilmoqchi bo'lsanglar, bilinglarki, bu yerda nafaqatgina Uyda yolg'iz kinosi olingan. Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi obro'li konsert zalida hisoblanadi. Agar biroz ijodkor ushbu konsertning zalida konsert bergan bo'lsa, u bemalol ijodini tugatishi mumkin. Chunki Amerikada bundan-da ulug'roq konsert nuqtai nazaridan joy yo'q. Qachonlardir mana shu yerda nafaqatgina Enrique Caruso, Maria Callas, Ella Fitzgerald, Beatles, qolaversa Frank Sinatra konsert berishgan. Tomoshabin bo'lib Amerikaning deyarli hamma prezidentlari kelgan. Hattoki Buyuk Britaniyaning bosh vaziri Winston Churchill, Amerikan yozuvchisi Mark Twain bu yerga hamisha tomoshabin bo'lib kelar edi. Ushbu tarixiy joy 1891-yilda qurilgan edi va bu joy bilan bog'liq bo'lgan juda mashhur hazil bor. Qachonlardir bu yerga yosh musiqachi keladi va bu yerdan o'tib ketayotgan ayoldan so'raydi: "Qanaqa qilib men Carnegie Hallga borsam bo'ladi?" Endi u ayol o'ylaganki, u borib bu yerda konsert bermoqchi deb. Shunda u ayol shunda unga qaraganda 3 ta so'z aytgan: practicing, practicing, practicing.
Ya'ni amaliyot va yana bir marta amaliyot. Biz New Yorkda yashaydiganlar hamisha mana shu hazil ishlatamiz nimaga? Birorta yangi yo'nalish kirib kelgan paytinglarda eng asosiysi bu ko'proq amaliyot deganim. Shuning uchun ham aynan Carnegie Hall kelgan paytinglarda shu narsani bilinglarki, tomoshabin bo'lib o'tirgan paytinglarda bu yerda agarda yina tushib ketsa, oxirgi qatorda o'tirganlar ham eshitadi va men shaxsan o'zim bu narsani guvohi bo'lganman ko'p marotaba, chunki bu yerga har yili ko'plab konsertlarga kelishga harakat qilaman. Markaziy parkning mana shu qismida Kevin yugurib keladi. Esingizda bo'lsa, bu yoqdan qarab bu yoqqa. Uning orqasidan esa o'sha ikkita jinoyatchi Marv va Gary yuguradi. Yaxshi ham o'sha paytda mana shunday qor yog'ib bo'lgan ekan, bunaqa paytda ular aniq yugurishmasdi. Bilasizlarmi, o'zi Uyda yolg'iz kinosi uchun Chris Columbus rejissyor juda xohlaganki, ko'proq qor bo'lishini. Axir bu yangi yil haqidagi kino-ku va ular tekshirishgan qaysi kuni qor yog'ishi aniq. O'sha kunga hamma aktyorlarni taklif qilishgan, texnikalarni, butun syomishlik komandani taklif qilishgan va tayyorgarlikni qilishgan aynan o'sha qor yog'ayotgan Nyu-Yorkda kinoni olish. Lekin o'sha kuni afsuski qor yog'magan. Qor bilasizlarmi qachon yoqqan? Ertasi kuni. Shuning uchun agarda Uyda yolg'iz kinosini e'tibor bilan qarasanglar, u yerda deyarli o'sha aktyorlar ishtirokidagi qor sahnalari yo'q. Qor sahnalari alohida olingan edi. Aktyorlarning atrofidagi sir ko'rib turgan qor, ular hammasi sun'iy qor bo'lgan. Aytgancha mana shu fontanni ham sizlar kinoda ko'rgansizlar, chunki Kevin mana shu yerdagi ot aravani orqasidagi sondiqning ichiga o'tirib, bu yerga qarab qochib ketadi. U ikkita jinoyatchi uni qidirib yuradi. Qani u deb qidirib yuradi, lekin topolmaydi, to'g'rimi? Endi markaziy parkka kelgan paytinglarda, mana shu fontanni tomosha qilayotgan paytinglarda, nafaqatgina Uyda yolg'iz kinosi shu yerda olingan ekan, qolaversa bundan tashqari John Wick 2 kinosi shu yerda olingan edi. Nafaqatgina bularni o'ylanglar. Aslida mana shu fontanni markaziga e'tibor beringlar. Bu yagona markaziy parkdagi favora deb hisoblanadi va u 1873-yilda qurilgan. Siz ko'rib turgan mana shu haykal, uning nomi The Angels of the Water, ya'ni suv haykali. Bu yerga 1873-yil nimaga o'rnatilgan? Chunki o'sha paytda Nyu-Yorkda toza suv paydo bo'lib, bu yerdagi kasalliklar va epidemiyalar davolanishda boshlangan edi. Uyda yolg'iz kinosini rejissyori Chris Columbus o'z kinosini Nyu-Yorkda suratga olish uchun Nyu-York shahar hokimiyatiga ruxsatnoma olish uchun murojaat qilgan. Lekin unga rad javobini berishgan. Chunki aytganki, bilasizmi, kinoyingiz uchun biz hamma turistlarni haydab, o'sha joyni siz uchun bo'shatib berishimiz kerak. Bu degani biz puldan qolamiz. Shuni rejissyor aytadiki, agarda men bu kinoni suratga olsam, butun Nyu-Yorkni zo'r qilib reklama qilib bergan bo'laman. Undan-da ko'proq daromadga ega bo'lasizlar deganda, Nyu-York hokimiyatining vakili aytadiki, bizning Nyu-York shahri Amerikada reklamaga muhtoj emas. Har bir amerikalik Nyu-Yorkni taniydi. Shuni Chris Columbus aytadi. Lekin agarda men kinoyimni olsam, butun dunyo Nyu-Yorkni taniydi va butun dunyodan turistlar yangi yilni mana shu yerda nishonlash uchun keladi. Shunda hokimiyat vakili o'ylanib, "Ha, siz to'g'ri aytyapsiz" deb o'sha ruxsatnomani bergan. Natijada bu kino katta ekranlarga chiqqandan beri 30 yildan oshdiki, har yili 31-dekabrda Nyu-Yorkka 1 milliondan ortiq turist keladi va Uyda yolg'iz kinosi olingan lokatsiyalarga borib rasmlarga tushadi va Nyu-York shahar hokimiyati hozirda bundan juda ham katta daromadga ega. Bundan tashqari, hozirgi prezident Donald Trump kinoning syomkasini to'xtatib qo'yishiga sal qolgan, chunki shartnomaga imzo qo'yishgandan keyin kino syomkasiga bir kun qolganda Trump rejissyorga telefon qilib aytgan: "Agarda men kinoda rol o'ynamasam, demak shartnomani bekor qilamiz." Rejissyor aytgan: "Axir bu noqonuniy-ku, shartnomada bu narsa yo'q-ku, hamda siz uchun rol ham yo'q, hamma rollar tasdiqlanib bo'lingan." Shunda Trump aytganki, unda meni advokatlarim yo'lini topadi, mana shu shartnomani bekor qilishni. Shunda rejissyor xo'p deydi va Kevin shundoqqina plazaga kirib kelganda, "Reception qayerda?" deb so'raydi va Trump unga "Mana shu yerda" deb ko'rsatib beradi va Trumpdan yaxshilik bilan qutulishadi. Bilasizlarmi, bu kino 90-yillarning boshida chiqqanda Amerikada davlat bor ekan deb o'zim uchun qanaqadir bir yangilik bo'lgan. U paytda men 1-sinfga borgan edim va o'sha paytda bu kinoni shunchalik yoqtirib qolganmanki, havas qilganman, umid qilganman, orzu qilganman. Shaxsan mana shu kinoning bosh qahramoni bilan tanishaman va rasmga tushaman deb.
O'sha paytda sinfdoshlarim ustimdan ancha kulishgan. Keyinchalik shu yerga kelib, mana bu yerda bemalol o'sha kinolar olingan lokatsiyalarda katta xolam uyda yurganda yuribman va bosh qahramon aktyor Makaley Culkin bilan o'sha Kevin McAllister bilan shaxsan tanishib, rasmga tushib, sinfdoshlarini gruppasiga shundoqqina Telegramda yuborgan paytimda hammasini reaksiyasi boshqacha bo'lgan va Kevin meni sinfdoshlarim o'rtasida obro'yimni yuqori darajada bo'lishiga katta hissa qo'shgan. Mana shu aktyor bilan tanishgan paytimda undan ko'p narsani o'rgandim. Birinchidan qay tarzda butun dunyo sizni tanisa-yu, lekin sizda umuman kibr yo'q, siz nihoyatda oddiysiz. Va eng asosiysi, uning geografik bilimlari, u O'zbekiston haqida biladi, juda ham yaxshi biladi. Shunisi menga juda ham yoqdi va unga savol bergandim. Sizga bu kinoning birinchi qismi yoqadimi yoki shu yerda niyat olingan ikkinchi qismimi desam, birinchi qismi deb javob bergan. Nimaga desam, chunki biz birinchi qismini olayotgan paytimizda soddalik ko'p edi. Chunki soddalikda gap ko'p degan. Shu ham men uchun juda ham katta hayotiy saboq bo'lgan. Do'stlar, sizlarga bu kinoning birinchi qismi ko'proq yoqadimi yoki ikkinchi qismimi? Iltimos, izohlarda o'z javoblaringizni qoldiringlar. Va umid qilaman, bugungi video sizlarga yoqdi. Agarda yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqatgina dislike bilan tashlamagan holda. Va bu degani Mr. Otabek TV kanalida va New Yorkda Uyda yolg'iz kinosi bilan bog'liq bo'lgan barcha lokatsiyalarda ko'rishguncha. Kevin! $967 boshini yebsan-ku tirrancha!